القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah azza va jalla siz bilan bizni musulmonlarni tarbiya qiladi. O'tgan darsda musibatlar haqida so'z boshladik va musibatlar siz bilan bizni tarbiyamiz uchun ekanligini aytdik. Inshaalloh davom etkazgan bo'lamiz. Alloh taoloning Ar-Rob ismi haqida gap ketganda albatta musibatni gapirishligimiz kerak. Chunki mana shu ismni biz ustimizga kelayotgan musibatlarga juda ham katta aloqasi bor. Musibatlar. Alloh taolo insonlarning ustiga yuboradigan musibatlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, mo'min musulmonlarning ustiga yuboradigan musibati, haqdan toyilgan fojir fosiqlarga yuboradigan musibati va anbiyolarga yuboradigan musibati. Mana endi ko'rib chiqamiz bularni. Mo'minning ustiga kelayotgan mashaqqat musibatlar bu bandani Allohning eshigiga olib kelishligi uchun va martabasini ko'tarishligi uchun berilgan musibat. Qaytaraman. Sizni ustingizga kelgan musulmon kishi musibat Allohning eshigiga qaytarishlik uchun keldi va darajangizni ko'tarishlik uchun keldi. Alloh taolo bizni o'zini eshigini oldiga olib kelishlikni, tavba eshigiga olib kelishlikni xohlaydi. Biron bir xato ish qilsak, Alloh taolo musibat beradi, tavba qilaylik. Allohning eshigiga qaytaylik. Taba alayhim liyatubu. Tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Musibat keldi, Alloh deb qoldingiz. Tavba qildim Parvardigor dedingiz. Demak, tavba yo'li musibat orqali keldi. Alloh taolo bir bandadan, musulmon bandadan xato kamchilik bo'lsa, musibat beradi, uni azoblaydi. O'zi Alloh taologa bandani azoblash kerakmi? Yo'q. Robbimiz azza va jalla, Robb subhanahu va taolo siz bilan bizni azoblashlikdan behojat. Lekin nimaga u azoblaydi? Nimaga musibat yuboradi? Gunohini kechirish uchun, martabasini ko'tarishligi uchun. Mana masjidda katta jamoat o'tiribmiz. Ehtimol ishimizda ayrimlarimiz mana shunday bir ilohiy muolajadan keyin kelganmiz masjidga. Bir katta xatoga yo'l qo'yganmiz. Alloh tomonidan bir muolaja keldi, musibat keldi. Mana shu qilgan xatoyimiz uchun kelganligini tushundik, tavba qildik, masjidga keldik. Ehtimol shunaqalar ham bordir oramizda. Endi Alloh taolo o'zini mo'min bandasiga musibat berar ekan, qaysi bandasiga qanaqa musibat berish kerakligini o'zi yaxshi biladi. Kimdir, masalan, boy, badavlat odam bo'lsa, pulini bir yarim qismi ketib qolsa, yana yarim qismi turibdi, unga ko'p ham ta'sir qilmaydi. Ammo kambag'al odamning moliga ozgina talofat yetkazsa, qattiq ta'sir qiladi. O'zini izzat nafsi, hurmatini baland ushlab yuradigan, o'zini bir ehtiyot qiladigan odamga ozgina hurmatiga gap tegib qoladigan bo'lsa, ko'tara olmaydi. Bir xil odam bo'ladi, bezbet bo'ladi. 1000 ta odamda oldida sharmanda bo'lsa ham tekis ketaveradi. Kimga qanaqa musibat berishni kim biladi? Robbimiz subhanahu va taolo beradi. Birodarlar, demak, mo'min bandaga berilgan musibat u shu bandani Alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelmoqchi va darajasini ko'tarmoqchi. Alloh taolo bir mo'min bandasiga bir martabani bermoqchi, lekin amallari yetmayapti. Amallari yetmayapti. Shunda musibatni berar ekanda, boyaga musibat bilan nima qilib qo'yar ekan? Darajasini ko'tarib qo'yar ekan. Agar nima qilsa, banda sabr qilsa, agar jazoga tushsa-chi, ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Bu umuman gunoh yo'q-da buni. Demak, gohida bir bandani, musulmon bandani Robbisining huzurida martabasi baland bo'lishligini Alloh xohlaydi, lekin bandan amali yetmayapti. Musibatni beradi, sabr qilsa, Allohga qaytsa, darajasi nima bo'lar ekan? Ko'tarilar ekan. Alloh taolo aytadi, bu oyat faqat musulmonlar uchun. Astagfirullah.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Va albatta sizlarni xavf xatar bilan, ochlik bilan, mol va jon va meva-chevalarni kamaytirishlik kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Balolaymiz, musibatga uchratamiz. Bog'ing quriydi, dehqonchiliging qurib ketadi, dard yetadi, kambag'al bo'lsan, xavotir keladi hayotingga. Bu sinov. Biron musibat kelganida albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sabirlarga xushxabar bering. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydiganlarga xushxabar beringki, ular kimlar? Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Shunaqa deydiganlar ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar. Musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb sabr qilib rozi bo'ldimi? Mana shu odam to'g'ri yo'lda deyapti Alloh taolo. Qaysi qilgan gunohim uchun deyotgan emas. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Insonlar ustiga keladigan musibatning birinchisi mo'minlarning ustiga keladigan musibat. Bu musibat bandani Allohning eshigiga olib kelishligi uchun, martabasini ko'tarish uchun berildi. Ikkinchi musibat Allohning yo'lidan chiqqan, haqdan toyilgan fojirlarga beriladigan musibat. Bu ularni yo Allohga qaytarish, yo vayron qilish uchun berildi musibat. Bu endi boshqa toifa, bu musulmon emas. Bu iymondan uzoq odamlar. Musibatning uchinchi turi anbiyolarga beriladigan musibatki, bu ularni kamolotga yetkazishlik uchun berilgan musibat. Ulardagi mana shu komillikni kashf qilishlik uchun berilgan musibat. Anbiyolar iymon e'tiqodda, ular haqda. Endi bularga nimaga sinov keladi? Xato qilmasa ham. Bularni darajasini ko'tarish uchun, komilligini kashf qilish uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habibul Haq, Haq subhanahu va taoloning eng yaxshi ko'rgan bandasi Toifga chiqdilar piyoda. Toif ahli Rasulullohni masxara qildi. Haqorat qildi, toshbo'ron qildi. Muborak tovonlardan qon oqdi. Nima uchun edi bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kamolotini ko'rsatishlik uchun. U zotni nafsini, u zotni zotini komillikka yetaklashlik uchun. Mana o'sha toshbo'ron bo'lib haydalganlaridan keyin o'tirib duo qildilar. Robbi illam yakun bika g'adabun alay fala ubali. Mana shu musibatda turibman, lekin menga g'azab qilmayotgan bo'lsang bo'ldi. Ya'ni sendan bo'lgan qo'rquvim hamma narsadan ustun. Bu narsalarga parvo qilmayman. Rasulullohni kamolotini ko'rsatish emasmi shu? Lekin afiyataka avsali. Lekin ofiyating, saqlashing menga kengroq dedi. Endi qarab turing. Musibat kelganda sabr qildi, komilligini ko'rsatdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi intiqom olishlikka Alloh taolo imkon berdi. Tog' farishtalari keldi. Ya Rasululloh, agar xohlasangiz mana shu shahar ahlini ikkita tog'ning orasiga shunday bostirib tashlayman dedi. Sabr qilishlikda komilligini ko'rsatdi, endi avf qilishligida ham komil ekanligini ko'rsatdilar sallallohu alayhi vasallam. Bal arju an yukhrijallohu min aslabihim man ya'budulloha wahdahu la yushriku bihi shay'an dedilar. Allohdan ularning zurriyotlaridan Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan insonlarni chiqarishini umid qilaman dedilar. Payg'ambarlarning musibatlari ochish, kashf qilishlik, fojir fosiqlarning musibati qaytarishlik yoki vayron qilishlik, mo'minlarga kelgan musibat Allohning eshigiga olib kelishlik va darajasini. Qarang, musibatda nima ekanligini tushunganingizdan keyin musibat ham sizning foydangizga ekanmi? Shuning uchun bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'larmi deyapti Alloh taolo. Biz bildik, endi musibatda ham Allohga hamd aytib qabul qilib olamiz. Musibat kelganda insult olmaymiz. Pulimizdan ayrilib qolsak, mansabimizdan ketib qolsak, o'zimizni 10-etajdan tashlab olmaymiz. Mo'min odam bunday qilmaydi. Mo'min odam bunday qilmaydi. Mo'minning ustiga kelgan musibat Robbisi tomonidan kelayotgan tarbiya. Robb subhanahu va taolo musibat berar ekan, shu bandasiga bir maktub yo'llagan bo'ldi. Risola yo'llagan bo'ldi. Xabar yo'llagan bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, musibat mo'minning tarbiyasi uchun. Mana risola dedik musibatda. Davlatlar o'rtasida bir-biriga xabar, risola yuborishlik bor.
ba'zida bir mamlakat ikkinchi mamlakatga maktub ham jo'natmaydi yozib. So'zda ham gapirmaydi, lekin risola yuboradi. Qanaqa qilib? Qo'shni mamlakatdan noroziligini bildirish uchun elchilarni chaqirib oladi. Bu xat emas, gap emas, lekin bu harakat shunday harakatki, bu risola deyiladi ularga, послание ularga. Noroziligini bildirish ularga. Yoki bo'lmasam qo'shni mamlakatning chegarasiga qo'shinini olib kelib qo'yadi, armiyasini. Bu ham so'z emas, bu ham maktub emas, lekin bildiruv, risola, bu xabar bu. Demak, mo'min bandaga Alloh taolo musibat berganda, Robbis tomonidan nima ekan unga? Risola ekan. Bir o'ziga kelib oling, banda, to'xtang. Haddizni oshib ketyapsiz. Qarang, hadab oyog'ingiz qayrilaveryapti futbolda. Bu nima degani? To'xtayinchi, mopavzoni bosing. Nima yo'nab bo'lyapti? Orqani qarayinchi. Bir xato kamchilik ko'payib ketib qolmadimi? Chunki birodarlar, nima ish sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh xohladi, bo'ldi. Alloh nimani xohlagan bo'lsa, o'sha narsa albatta bo'ladi. Allohning xohish irodasi mutlaq, komil hikmatga bog'liq. Komil hikmat esa mutlaq yaxshilikka bog'liq. Oqil inson, oqil mo'min inson uni boshiga kelgan musibatni hikmatini anglay oladi. Qarsada bururdi otangiz. "За что?" deysizda. U ota sizni yaxshi ko'radi. U ne za что urmaydi. Urdimi demak bir narsa bor. Kech-kecha o'ylab yurasiz. Nimaga urdi ekan? O'zi yomon ko'radi, o'shuning uchun urdida. Agar dushmaningiz sizni yomon ko'rgandan ursa tushunasiz. Yomon ko'rgan endi otangiz urdida sizni bir musibatni boshingizga solib qo'ydi. Chat mashinani olib qo'ydi qo'lingizdan. Kalitni ber dedi. Bak, piyoda yurasan dedi. Bilasiz otangiz sizni yaxshi ko'radi. Bilasizki yomonlikni ravo ko'rmaydi. Jazo keldi. Istaysiz a? Topsangiz yutdingiz. Agar topmasangiz yuraverasiz. Bir yosh bola otasiga aytdi. "Dada" dedi. "Men maktabda o'qimayman" dedi. Ota qaradida, "Bo'pti, bilganingni qil" dedi. Bola uchun bayram. Maktab yo'q, ertaman turish yo'q, dars tayyorlash yo'q, vazifa yo'q, mas'uliyat yo'q, kenglik, ozodlik. Har kuni o'yin-kulgi, xohlaganini qiladi. Shunday bola ulg'aydi. Shu ota shu bolani shu gapi uchun jazolamasdan o'z holiga tashab qo'yib, unga yaxshilik qilgan bo'ldimi? Demak, kelayotgan musibat nima ekan biz uchun? Xat ekan, xabar ekan, risolat ekan, bildirish ekan. Endi boyagi bola ulg'aydi. Katta bo'ldi, na ilm bor, na attestat diplom bor, na hunar bor, na uy bor, na xotin bor, na mashina bor, hech narsa yo'q. Endi mana shu bola alamda, norozilikdan otasiga nima deydi? "Ey dada" deydi. Nimaga o'sha yosh bola paytimda, shu gapni men gapirgan paytimda menga bir shapaloq urib yoki qandaydir bir jazoni berib turib o'qiysan demagan edingiz desa, haqqi bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi. Demak, birodarlar, biz ustimizga kelayotgan musibatlar bu qanaqa ko'rinishda bo'lmasin. Iqtisodiy mushkulami, salomatligimizga bir dard yetdimi yoki bir qandaydir ishimiz yurishmayaptimi? Bularda bari bizga berilayotgan tarbiya. Alloh xolamaydi bandasini, mo'min bandasini azoblashdi, qiynashdi. Lekin banda shunga loyiq ish qilib qo'yganda ta'lim bo'lish uchun nima qiladi? Beradi. 5 ga kirgan bola sariq oldi, enasi ushab turibdi. O'zi uxlamay uxlatar edi. Yemi yedirar edi. Kiyimi kiydirar edi. Shunaqa mehribon enasi doktorga olib borib ushab turibdi. Haligi doktor opa ham nima qilyapti? Shu tomirini topolmay sayoryapti, dod deyapti, tushunmayapti bola. Insonga kelayotgan musibat ham shunga o'xshar ekan. Tushunmaydi. Lekin shuni qilmasa sariq bo'lib o'ladi, jigar ishi o'ladi, sariq kasalga uchragandi bu bola. Shuning uchun birodarlar, Alloh, Robbimiz, Robb subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Bizga musibat berishni xohlamaydi. Allohga keragi ham yo'q buni. Bu musibat biz uchun, chunki Robb tarbiyalar ekan. Alhamdulillahi Robbil alamin. Necha marta aytamiz bir kunda? 30 marta aytamiz birodarlar. Endi bundan keyin alhamdulillahi Robbil alamin deganda Robb kalimasining ma'nosini tushunib olaylik endi. Yo'q, musibat keldi bir bandaga. Musibat
to'g'ri kelgan musibat kelib qolmaydi. Qaysi ko'chada gunoh qilgan bo'lsangiz, shu ko'chadan musibat keladi sizga. Kibr qildingizmi, Alloh xor qiladi sizni. Haromdan pul topdingizmi, shu harom mol tomonidan sizga musibat keladi. Farzandlarni tarbiyalab, Allohni tanitib, haqqini bermadingizmi, farzandlar tomonidan keladi. Ya'ni qaysi ko'chada gunohga, xatoga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, musibat xuddi shu ko'chadan keladi. Aytdik, Robbimiz kimga qanaqa musibat berishdi, o'zi yaxshi biladi. Afahasibutum annama xalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un. Alloh taolo bizdan so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekarga keldik deb o'ylayapsizlarmi? Ikkinchi oyatni qarang. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lur. Agar inson, mana biz hozir eshitdik, bu kelayotgan musibatlar biz uchun risolat ekan, bildiruv ekan. Agar shu musibatni nimaligini tushungan bo'lsa, shu musibatidan ham foyda chiqara oladi o'ziga. Tushunarlimi? Musibatidan o'ziga nima chiqaradi? Foyda chiqaradi. Boshimizga nima kun kelsa, birodarlar, biz musulmon sifatida nima deymiz? Albatta buni hikmati bor deymiz. Shu palonchi mashinani olaman dedingiz, sotilib ketib qoldi. To'kinchi mashina olamiz dedingiz, ulgurmay qolibsiz. Jazavaga tushmaysiz. Nima deysiz musulmon sifatida? Nima deysizlar? Va, olganimda zo'r bo'lardi. Monchaga klientim bor edi. Yeta olmadingizmi? Aytingki, buni hikmati bor orqasida. Qalbingiz nima bo'lmaydi? Jazavaga tushmaydi, qalbingiz xotirjam turadi. Bu faqat mo'minda bor bu narsa-chi. Ish yurishib kelsa ham xotirjam, ish yurishmasa ham xotirjam. Boy bo'lib yashasa ham yutaveradi musulmon, kambag'al bo'lib yashasa ham yutaveradi musulmon. Sog' bo'lib yashasa ham kasi, chunki har bitta kuniga nima deydi? Alhamdulillah deydi. Bu ishning orqasida nima bor? Hikmati bor deydi. Ha? Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomning qissasiga qaytaylik. Xizr alayhisalom teshib qo'ydi. Musa alayhisalom nimaga teshding dedi. Hikmatini aytdi keyin. Bu kema miskin odamlarning kemasi edi. Tirikchiligini shu bilan o'tkazib yuruvdi. Narigi sohilga borganda shu sohilda podshohi kemalarni hammasini nima qilyapti? Kemalarni tortib qo'yayotdi. Endi kemani tortib qo'ygani keluvdi podshoh odamlari kema teshik ekan. Teshik kemani nima qilamiz dedi? Bu musibat foydasiga bo'ldimi? Shuning uchun birodarlar, musulmon odam qanaqa ish bo'lsa uni ustida albatta buni nimasi bor? Hikmati bor deydi, xotirjam bo'ladi. Insult ham bo'lmaydi, davleniya ham bo'lmaydi. Zamon 2 kun der ekan odamlar. Ayrim odamlar zamon 2 kun. Bir kun seni foydangga, bir kun seni zararingga. O'zi hayot shunaqa der ekan. Bu noto'g'ri tushuncha. Chunki seni ustingga kelgan foyda Allohning fazli bo'ldi, senga kelgan mukofot Alloh taoloning tarbiyasi bo'ldi. O'zi hayot shunaqa. 15 kundek bo'lsa 15 kun mundek. Sen hayotda shunaqa bo'lishini kutma. 15 kun emas, 30 kunini yorug' bo'lishiga harakat qil. Sen o'zi 30 kunini zulmat bo'lishiga sabab ishlarni qilib yursan, yana Alloh taolo 15 kun yorug'ini nima qilyapti ekan? Agar Alloh taolo, Qur'onda shunday mazmunda oyat bor, bandalarning qilgan gunohlariga o'rnida jazo bersa, yer yuzida hech narsani qoldirmas edi. Bandalar 31 kun emas, 32 kun qorong'iga, zulmatga haqli o'zi. 15 yorug' bo'lsa, 15 qorong'i deb turib, shu qorong'ini yorug' qilishlikka sizni harakat qildirishingizga to'sadi. Sen u deganing bilan, bu deganing bilan baribir nima bo'ladi? 15 qorong'i 15. Unaqa emas. Ustimizga yorug' kun kelayotgan bo'lsa, Allohning fazli, ustimizga qorong'i kun kelayotgan bo'lsa, bizga bergan tarbiyasi. Shu gunoh ma'siyatdan ehtiyot olaylik. Oyda 30 bizga nima bo'laveradi? Yorug' bo'laveradi. Demak, o'zim qo'limda ekan bu narsa. Endi hamma yo'q zo'r bo'lsa ham musibat kelsa, boyagi daraja. Birinchi musibatni aytdik-ku. O'zini eshigining oldiga olib kelish xato bo'layotdi va nima edi? Ko'tarish edi. Alloh taolaning Ar-Rob ismi bizga mana shu narsani ta'lim beradi. Musulmon kishi musibatlarini, hikmatini anglashda Qur'on tafsiriga suyanadi.
mutaxassislarning fikriga, tahlilchilarning fikriga, professionallarning maslahatiga emas. Musibat bo'ldi, buni tushunishlikda Qur'onga qaytadi. Bir ish bo'lgandan keyin, u bo'lgandan keyin hamma esli. O'zi bunday qilishlik kerak edi. Agar bunday qilganimizda bunaqa bo'lmas edi. O'zi bunday qilsak, bunday bo'lar edi. O'zi bo'lgandan keyin hamma eslaydi, hali dushman qochsa botir ko'payadi degandaqa. Endi ularning fikri, tahlillari yo to'g'ri yo noto'g'ri. Ammo bo'lib o'tgan musibatni tahlil qilishlik, tushunishlikda Qur'onga suyansak, bizning xulosamiz to'g'ri bo'ladi. Voqea hodisalarni hikmatini tushunishda, sirini anglashda, ulardan ibrat olishda Robbisining kitobiga suyanadi va mana shu narsa musulmonni boshqalardan ajratadi. Astagfirullah. Va daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Mana musibat keldi bir qavmga, avval zo'r edi hayoti. Keyin musibat keldi. Alloh taolo aytayapti nimaga kelganini. Alloh bir shaharni misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekami ko'z kelib turar edi. Bas, qachonki u qavm, u xalq Allohning ne'matiga noshukrlik qilgach, Alloh u shahar aholisiga bu hunarlari, kufr isyonlari sababli ocharchilik va notinchlik balosini tottirib qo'ydi. Ana zo'r edi, yomon bo'ldi. Nimaga yomon bo'ldi? Allohga nonko'rlik qilganligi uchun. Noshukrlik qilgani uchun. Allohning ne'matlariga nonko'rlik qilganligi uchun. Mana bo'ldi shunday. Demak, biz ham shunaqa. Hayotimiz zo'rmi? Noshukrlik qilgan paytimizga biz musibat keladi. Chunki Robb subhanahu va taolo bizni shu bilan tarbiyalaydi. Ajibki, Qur'oni Karimda lafz va ma'no jihatidan musibat haqida so'z ketadigan oyatlarning soni bitta emas, ikkita emas, 100 ta. Chunki musibat hayotimizda bor-da hammamizda. Qaysi darajada musibat bor? Shu haqida Qur'on bizga oyatlar nozil qildi, undan xulosa olishligimiz uchun. Hikmatda aytilinadi: "Rubbama a'toka famana'aka va rubbama mana'aka fa'atoka." Juda ham nozik narsa, diqqat qilinglar. Ehtimol senga bir narsani berib turib mahrum qilib qo'ygandir. Ehtimol mahrum qilib bir narsani berib qo'ygandir. Ehtimol berib turib mahrum qilib qo'ygandir. Ehtimol bermasdan mahrum qilib bir narsani ato qilgandir. Masalan, ikkita odam biznes qiladi. Misol, tijorat qiladi ikkita odam. Falon mamlakatga borib biznes qilib kelish uchun vizaga topshiradi. Ungacha madda tijorat yurgizib turadi, bittasini ish yurishib yetib qoldi. $5000 pul topdi o'sha oyda. Bo'ldi, men bormayman dedi, qoldi. Ikkinchisi ketdi. 2 oy ishladi, $50,000 ishlab keldi. Birinchisiga $5000 berib turib, man qilib qo'yibdi o'zi asli. Ikkinchisiga shu $5000 ma'da bermasdan nariyada $10,000 beribdi. Shuning uchun bilmaysiz, sizga bergani u berganimi yo man qilganimi? Siz bilmaysiz, sizni man qilgani bu man qilganimi yoki berganimi? Yaxshi ham bo'lmaganimi? Mana bo'pti. Lekin o'sha vizani bermaganda nima qilgansiz? O'sha reysda men bor edim, o'z samolyot deydi. Yomon kuyib ketibdi deydi. Lekin nima qilgansan banda sen? O'sha viza chiqmaganida, o'sha samolyotga chiqa olmaganingda. Aytyapmiz-ku. Nima ish bo'lsa biz ustimizda, nima deyishimiz kerak ekan? Bu ishning orqasida bir hikmati bor. Mashi gap doim tursin tilimizda. Buni bir hikmati bor deysiz. Xotirjamsiz. Aptekaga ham yurmaysiz, valakardin ham ishmaysiz, enaplin ham ishmaysiz. Demak, ehtimol senga bir narsani berib turib mahrum qilib qo'ygandir Robbing. Ehtimol mahrum qilib turib bir narsani nima qilgandir Robbing? Berib qo'ygandir. Demak, mana shu mahrum bo'lganingni hikmatini anglasang, mana shu mahrum bo'lganing bir narsaga ega bo'lganing kelib chiqadi. O'z-o'zidan siqilishdan, o'ylanishdan, tushlikda qutulasan, balki nima qilasan? Xursand bo'lasan. Alloh subhanahu va taolo bandalarni azoblashdan behojat. Astagfirullah. Avalamma asobatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Musulmonlar Badr g'azotida
ulkan g'alabaga erishdi. 314 ta musulmon 1000 ta mushrikning ustidan g'olib bo'ldi. 70 ta mushrik o'ldi, 70 ta mushrik asir tushdi, juda katta bir g'animalar qo'lga kirdi. Endi Uhudda mag'lub bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga xilof ish qilganliklari uchun. Jangda avvalida musulmonlar 8 marta, 9 marta bayrog'ini yiqitdi, mushriklar qochib ketdi. Endi musulmonlarning orqa tarafini himoya qilib turish kerak bo'lgan kamonchilar tushib ketdi, itoatsizlik qildi, osiylik qildi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Alloh taolay aytadi: "Ey mu'minlar, agar sizlarga bir musibat yetsa Uhud kunida, sizlar Badr jangida unga 2 barobar musibat yetkazgan edingiz. Endi musibat kelgandan keyin bu balo qayerdan keldi deysizmi? Ey Muhammad alayhisalom, ayting, bu musibat, mag'lubiyat o'z qilmishlaringizdandir." Qayerdan keldi musibat? O'zini qilgan ishidan. Demak, birodarlar, aniq ishonaylik. Bu koinotda xoliqi Robbimiz azza va jalla bizni azoblashlikdan behojat. Alloh taologa hech narsani keragi yo'q. Alloh taologa bizning ibodatimiz ham keragi yo'q, bizni azoblashni ham kerak. Alloh bu narsalarda hammasidan behojat bo'lgan zot. Ba'zi bir odamlar dinga zo'r amal qilay, dinda bir yaxshi bo'lay deb turib o'zini qiynaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaradilar, bir qari odam ikkita yosh odam yelkasiga osilib olib, zo'rg'a qadamini so'dirib ketyapti. Rasululloh bu nima dedilar? Aytishdiki, bu kishi hajga piyoda yurib boraman deb nazr qilgan ekan. Payg'ambarimiz aytdilar: "Innalloha lag'aniyyun an ta'dibihi nafsahu falyarkab." Alloh taologa bu o'zini qiynashini keragi yo'q. Buyuringlar bu narsa minvosin dedilar. Shuning uchun nafil ibodatlarni qilib, kishi o'zini mashaqqatga qo'yayotgan bo'lsa, bu odam xato qilyapti. Alloh taolo sizni azoblashlikni hargiz xohlamaydi. Tavhid oyatlari. Alloh taoloning Rob ismi haqida dars qilgan bo'ldik. Rob, Parvardigor, murabbiy, tarbiyat kunanda, tarbiya qiluvchi. Agar Robbimizni kimligini tanisak, bizni qalbimizda har qanday musibat xotirjamlikni paydo qiladi. Xursand kunimizda ham xotirjammiz, musibatli kunda ham. Astagfirullah. Ma asoba min musibatin illa bi iznillah. Kimga qanaqa musibat yetmas ekan, albatta u Allohning izni bilan yetdi. Alloh xohlovdi yetdi. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayh. Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur. Bas unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Bizni qalbimizni xotirjam qilyapti Alloh. Meni aytgan bo'ladi deyapti Alloh taolo. Sen ibodat qil, menga suyan deyapti. Qarang, buyurishdan, ibodatga buyurishdan avval bildiryapti, qalbimizga taskin beryapti. Sen o'ylama shu narsani, meni aytganim bo'ladi deyapti Alloh taolo. Shuning uchun xotirjam bo'lib ibodatingni qil, meni o'zimga suyan. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. O'rmalagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. Va ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Biron barg shoxidan uzilib tushmas, magar u bilir. Birodarlar, bu faqatgina iymoni bor odam bu narsani idrok qiladi, iymoni bor odam buni anglaydi. Qaytarib aytaman, bu musibatni sizga foyda ekanligini, orqasida hikmati borligini, sizni manfaatingiz uchun ekanligini anglashlik, tushunishlik faqat iymoni bor odamga berilgan. Shuning uchun musulmonlarni Alloh yaxshi ko'rsa, nimaga xor bo'lyapti deb tushunmayotganlar, sen namoz o'qib nimaga kambag'alsan deydi. Men namoz o'qimasam ham zo'rman deyapti. Tushunmayapsanmi shu nimaga kambag'alligini? Bu musibat tushunmayapsanmi? Demak, iymoning yo'q sening. Chunki iymoni bor odam idrok qiladi bu narsani. Allohga iymon keltirgan kishigina o'zining ustiga kelgan musibatning hikmatini anglaydi. Har bir musibatning ortida hikmat bor. Agar u inson mana shu hikmatni anglasa, mahrum bo'lishlik u uchun ayni ato qilishga aylanadi. Agar ustiga kelgan musibatda nimaligini tushunsa inson, mahrum bo'lgan kuni o'zi asli bir narsaga ega bo'lganligini anglaydi. Va alloh istaqomu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Endi qurg'oqchilik berdimi? Demak, haq yo'lda ustuvor turishmabdi. Qurg'oqchilik keldimi? Demak, Allohdan uzoq bo'lib qolibsizlar. Endi nima qilinglar? Qaytinglar.
"Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Darsimizning nihoyasi, agar u qishloqlarning ahli iymon keltirib taqvodor bo'lganlarida edi, albatta biz ularga osmon yerdan barokat darvozalarini ochib qo'ygan bo'lar edik. Xulosa, inson o'zining ustiga kelayotgan musibatlarni Alloh taoloning Ar-Rob ismiga bog'lay olsa, qalbiga kirgan Qur'oniy nur bilan ular haqida fikr qilsa, shunda u kelayotgan musibatlarning hikmatini anglaydi, tushunadi. Shunda mahrum bo'lishlik ato qilishlik deganisi ekanligini anglab yetadi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni o'zi tarbiya qilsin. Alhamdulillahi robbil alamin. Aqulu qawli hada va astagfir